Oho, qo'shiq eshitib, manzarani tomosha qiladigan havo bo'libdi. Suvchilarmi? Bizda ham ancha qarzimiz bor. Eshiklarni yopib olsam bo'ldi. Uyda hech kim yo'q deb o'ylashadi. Agarda fuqaroning suvdan qarzdorligi bo'lmaganda, qo'rqib bu tarzda uyini berkitmagan bo'lar edi. Biz aynan mana shunday holatlarga aniqlik kiritish uchun navbatdagi reyd tadbirdamiz va bu galgi manzilimiz G'ijduvon tumani. Suvdan qarzdorligi bo'la turib, to'lov uchun boshini ham og'ritishni istamagan fuqarolar bir necha marotaba ogohlantirilgan. 664.832 so'm hozirgi kunda qarzdorliklar. Bu 4-noyabr hisobida. Shunga qaramay bilganidan qolmaydiganlar xonadonida ichimlik suvi endi tarmoqdan ajratiladigan bo'ldi. Yana bir holatda suvga noqonuniy tarzda ulanib olinganlik holati aniqlanib, buni ochiqlash maqsadida fuqaro bilan alohida suhbat olib borildi. Reyd tadbiri davomida mutaxassislar tomonidan xonadon egasining qarzdorligi mavjud ekanligi haqida bildirishnoma berildi. Hammasi yozilgan. Inspeksiya tomonidan aholiga ichimlik suvidan oqilona foydalanish, noqonuniy ulanishlarni oldini olish bo'yicha joriy yilda 240 ga yaqin targ'ibot tadbirlari amalga oshirildi. Jumladan inspeksiya tomonidan joriy yilda 380 ga yaqin qonun buzilishlari holatlari aniqlanib, choralar ko'rildi. O'sha qonuniy choralar 1 milliard 247 million so'mlik ma'muriy jarimalar rasmiylashtirildi. Aziz fuqarolar, agar siz ham o'zingiz va boshqalar vaqtini tejashni istasangiz, kommunal to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshiring va shu bilan birgalikda tabiiy resurslardan noqonuniy tarzda foydalanish haqida butkul unuting.